Xo'p, bizga nadumno'li kelibdi-yu. Aka, palatkani yomoni keldi. Havoli nadumno'yi. Buni xohlasangiz piknikga yo'q palatga qilib ishlatib, xohlasangiz uy o'rtasiga qo'yib bersangiz, bolalar maza qilib o'ynaydi. O'chini uyi deb. Keling ko'rsataman. Ichi keng, glavniysi bezopasniy. Qarang. Temir kam ishlatilgan, hamma yog'i havoda turadi. Keng. Uchga 220, 195 balandligi. Juda mustahkam turadi. Buni xohlasangiz qishda ishlating, xohlasangiz yozda. Qishda bemalol pechkani o'tga qo'yasiz, shundan ham mo'rsini chiqarib qo'yasiz, havo tepaga turadi, ichi issiq bo'ladi. Yozda to'rtta tarafini ochib qo'yib, setkalik qilib, mana bu oyna qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Chivin kirmaydi, lekin havo aylanadi. Poli bor. Mamlakat posuda naborlarni отдельно do'konda olsangiz, polni full bo'ladi. Glavniysi, qarang, havoda bo'lgani bilan, lekin juda ham mustahkam turadi. Mana oynasini xohlasangiz ham setkasini ochib qo'ying, xohlasangiz polni yopib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rinishi ruskiy domla bo'ladi, xuddi shunaqa. Shamolda tortib qo'yadigan arqonlar ham komplektida bor. Bundan tashqari do'konimizda mana bu 6 ta stuli, bitta stuli, nabor stuli kelgan. Mana bu posuda naborlar ham kelgan. Xohlaganlarni отдельно olsanglar bo'ladi. Bu yerda mana zonti kreslo. Qolgan ma'lumotlarni kommentariyaga to'liq nomer yozib qo'yamiz. O'sha yerdan bemalol olasizlar. Sizlarni Mergan do'koniga kutib qolamiz. Hammaga rahmat.